ushbu videoda reklamatsiyasi ko'rib chiqamiz. Главный stranasiyaga kirganingizda 221 importerni o'rnatish kerak degan yozuv chiqadi. Buni обязательно o'rnatish kerak. Buni o'rnatganingizda operatorlar sistemasida galочкаlar paydo bo'ladi. 221 ga bosasizlar va sizlarni kerakli stranasiyaga yuboradi va bu yerdan o'rnatasizlar. Menda hozir o'rnatilgan o'zi 221. Buni o'rnatganingizdan keyin demak tur topib olasizlar. Bu yerda demak galочкаlar paydo bo'ldi. Bu galочкаlarni 9 tagacha tur belgilasanglar bo'ladi. Mana bu yerga tushadi avtomatik. Bosganingizdan keyin для reklamani bosasizlar. Reklamani bosganingizda o'zi avtomatik hamma narsalarni tushirib beradi mana. Tayyor qilib. Demak, narx bu yerda narximiz 2 kishiga, bu yerda mehmonxonalar narxi ham 2 kishiga ko'rsatilgan, bizga 1 kishiga kerak. Demak, buni bossanglar, demak, avtomatik o'zi 2 ga bo'lib beradi. Agar 3 kishi olgan bo'lsa, narxi 3 ga bo'lsa, demak 3 kishiga bo'lib beradi. Birlashgan Arab Amirliklari deb yozib qo'yib beradi avtomatik. Buni sizlar Dubay qilib o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi yoki bu yerdan kerakli davlatlarni tanlab qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda ham turni otini qo'yib beradi. Turni otini o'chirib tashlasangiz bo'ladi, bu yerdan o'chadi. Yoki bo'lmasa bu yerda o'zingizlar xohlagan yozuvni qo'yib olsanglar bo'ladi. Hop, chislalarni ham har xil variantlarda qilib beradi. O'zingizlarga yoqqan variantni tanlab qo'yib olsanglar bo'ladi. Xodimlar agar bir nechta nomer qo'yish kerak bo'lsa, barcha nomerlarni qo'yishni bosasizlar yoki aynan bitta xodimning nomerini qo'yish kerak bo'lsa, demak bitta xodimning nomerini bosasizlar. Bu yerda o'zbek tilida asosan tanlangan shablonlar rus tilida qilmoqchi bo'lsangiz, demak mana bitta Telegramda rus shablonini tanlaysizlar. Agar o'zingizlarning shaxsiy shabloninglarni yarataman desanglar, demak tahrirlash bo'limiga kirib, bu yerdan o'zingizlarning shaxsiy shabloninglarni yaratsanglar bo'ladi. Keyingi bo'limiz fotografiyalar bo'limi. Demak, bu yerda davlatni tanlaysizlar va fotoni bossanglar, sizlarga har xil variantdagi fotolarni avtomatik qo'yib beradi. Bu yerdan o'sha rasmni xohlagan o'zingizlar tanlab qo'yib olsanglar bo'ladi. Agar bu yerda rasmlar to'g'ri kelmasa, Yandexdan любой bitta fotoni topasizlar, xohlagan o'zingizlarga yoqqanini va buni copy image qilasizlar. Va mana shu yerga vставить qilib qo'ysanglar, mana sразу o'sha rasm tushadi. Keyin shablonlar bo'limi, demak bitta rasm emas, 4 ta 5 ta rasm ishlatsanglar ham bo'ladi. Fotoni bossanglar, demak avtomatik o'zi rasmlarni o'girib beradi, tanlab beradi. Reklama saqlashni bosamiz, demak reklamasi tayyor bo'ldi. Reklama saqlandi va Telegramga foto jo'natish. Telegramga o'zi avtomatik fotoni tashlab beradi. Telegramga foto yuborildi va kirsak, mana уже sразу fotoyimiz tushdi. Keyingi ishimiz video. Demak, mana bitta shablonlar ichidan video tanlaymiz. Masalan, video shablonlar bor. Buni tanlasak, mana videomiz turibdi. Demak, video tanlashga kiramiz. Xohlagan videomizni tanlaymiz. Masalan, mana shu videoni tanlaymiz. Bu уже yoqdi, hammasi joyida va Telegramga video jo'natishni bosib o'ramiz. Bular hammasi bunday qilsanglar yuradi. Bular hammasi o'zingizlarga moslab to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Mana Telegramga video yuborildi. Kirsanglar, mana o'sha Telegramda ham mana video tayyor bo'ldi. Agarda bu videolar sizlarga ma'qul kelmasa, o'zingizlar videolarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, demak bu yerda Instagram link bor. Instagramdan xohlagan bitta videolarni tanlab olasizlar, o'zingizlarga yoqqanini, misol uchun mana shu video. Buni kopировать link qilamiz va Instagramga olib qo'yamiz. Bu qayerdan chiqadi? Mana demak video tanlashni bossanglar, mana Instagram link chiqadi. Start qilamiz va downloadni bosamiz. Download qilganingizda bu o'zi avtomatik videoni bu yerga tashlab beradi, ko'chirib beradi. Mana video yuklandi. Bo'ldi. Yana bitta bir marta bosib olasizlar, mana o'sha sразу video tushdi. Tanlashni bosasizlar, mana videomiz tayyor bo'ldi va Telegramga video jo'natish. Va shu yerga videomiz tushadi. Bu Telegramga video yuborildi. Mana o'sha tushdi. Hop, keyingi bo'limimiz yana bitta bo'lim bor. Bu yerda demak для туристов.